Assalomu alaykum. Bugun mahalla bankiri tizimi, uning faoliyati va fuqarolar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida suhbatlashamiz. Studiyamiz mehmonlari Bektemir tumani Nurli yo'l mahallasi raisi Baxtiyor To'rayev, mahalla bankiri Bahodir Rashidov hamda mahalla ko'magidan o'z biznesini boshlagan tadbirkor Dildora Ikromova. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Avvalo Dildora opaga yuzlanmoqchiman. Biznesni boshlash g'oyasi sizga qanday paydo bo'lgan? Assalomu alaykum. Menda tadbirkorlikka qiziqish oldindan bo'lgan. Ayollar va bolalar kiyimlarini sotishga qiziqardim. Va uyda sotib yurardim uyda va onlayn sotardim. Shu bilan mahalla raisini yonlariga bordim. Va ulardan so'radim, bizga tadbirkorlikka qanaqalar bor, imkoniyatlar bor deb so'radim. Imkoniyatlarni aytdilar, ko'p ekan imkoniyatlar. O'shandan keyin o'zimni do'konim bo'lishini xohladim, do'kon ochdim. Hozirda shu do'konimni yurg'izyapman. Yaxshi, menga katta yordamlar berishdi. Mahalla raisi va mahalla bankiri sizga qanday imkoniyatlar borligini aytishdi? Mahalla raisi va bank xodimlari tarafdan menga katta yordamlar tegdi. Mahalla raisimiz nima yordam bo'lsa qilib beramiz deb aytdilar, sharoitlar qilib berishdi. Hokim yordamchisi ham ancha katta yordamlar berishdi menga. Kreditlar olishga oson ko'p yordamlar berishdi. Hozirda o'zimni shu yo'nalishimda tadbirkorlik qilyapman. Bahodir aka, oddiy qilib aytganda mahalla bankiri kim va uning faoliyati nimadan iborat? Assalomu alaykum. Avvalambor 2024-yil 16-dekabrda muhtaram prezidentimizni raisligida yig'ilish bo'ldi. Unda mahalla bankiri tashkil etildi. 2025-yil yanvar oyidan boshlab har bir mahallaga mahalla bankirlari joriy etildi. Har bitta mahallaga mahalla bankiri joylashildi. Misol uchun bizga Bektemir tumani Nurli yo'l mahallasidan biriktirildi. Avvalambor mahalla bankiri qanaqa yo'nalishlar bo'yicha va fuqarolarga qanaqa ko'maklashish bo'yicha qoidalari chiqdi, yo'riqnomalar paydo bo'ldi. Asosiy vazifamiz nimadan iborat? Aholini murojaatlari, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, ularga biznes g'oyalar, tadbirkorlikni rivojlantirish qanaqa asosida tashkil qilish. Har bir fuqaro, eng asosiy maqsadimiz nima bo'ldi? Bu yerda fuqarolar ovoragarchiliksiz mahallani o'ziga chiqib, bemalol mahalla bankiridan ma'lumotlar olish imkoniyati yaratildi. Bu juda ham menimcha aholi uchun juda ham qulay sharoit deb o'ylayman. Qanaqa savollar bo'lsa, misol uchun ishga kirish, ishga joylashish, biznes faoliyatini yo'lga qo'yish yoki onlayn xizmatlardan foydalanish, onlayn xalqaro pul o'tkazish hozirgi kunda rivojlanyapti. Onlayn plastik kartochkalar ochishlar rivojlanyapti. Fuqarolar qiynalayotgan savollarga bemalol mahallaga chiqib, bemalol informatsiya olishsa bo'ladi. Unda biza har doim mahallada o'tiramiz. Asosiy vazifamiz shu mahallaga fuqarolar bilan yuzma-yuz ishlash va birga xizmat qilish. Fuqarolarni ishini yengillashtirib berishdan iborat. Baxtiyor aka, mahalla bankiri tizimi joriy etilgandan keyin odamlarni ishli va daromadli qilishda o'zgarishlar sezildimi? Assalomu alaykum. Albatta, juda katta o'zgarish bor. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan hokim yordamchisi va mahalla bankiri instituti tufayli byurokratik g'oyalar barham berildi. Ilgari mahalla binosi bu faqat moddiy yordam sifatida xizmat qilgan bo'lsa, hozir bu daromad manbai va tadbirkorlarni rivojlantirish sifatida hozir xizmat ko'rsatib o'tibdi. Biz mana mahalla 7-ligi tashkil qilingandan keyin bizda har doim mahalla 9-ligi ishlayapmiz. Hozir mahalla bankiriga yordamchi sifatida har bitta mahallaga mahalla agenti ham biriktirib berilgan. Mahalla agenti, mahalla raisi, mahalla
hokim yordamchisi bilan birgalikda o'sha ertalab har bitta xonadonni 10 tadan ziyod bemalol ayta olamiz, bemalol aylanib ularda nima kamchiliklar, nima muammo tug'diryapti, mahalladami, kredit bo'yichami, nima tushunarsiz savollari bo'lsa, albatta yo'l-yo'lakay har bitta xonadonga kirib yuzma-yuz nima kamchiliklar, nima muammolar bo'layotgan bo'lsa, iloji boricha joy-joyda muammoni hal etib boryapmiz. Endi ko'pincha hozir zamonimizda tadbirkorlik juda ham tez rivojlanyapti. O'shani hisobiga aynan fuqarolar kredit olish maqsadi juda kuchli hozirgi paytda. Kredit olib o'z biznesini qanaqa yuritishi bilmaydi. Ko'plar qo'rqadi bu masala bo'yicha. Endi to'g'ri, endi kredit olganda ham xavfi yuqori bo'lganligi uchun ko'p fuqarolar kredit olishdan qo'rqadi. O'sha masalalar bo'yicha fuqaro bilan o'tirib, ularni o'sha nimaga qiziqishligini birinchi o'rganamiz. Tadbirkorlik shug'ullanish uchun qaysi yo'nalish bo'yicha shug'ullanmoqchi, o'sha yo'nalish bo'yicha o'sha har bir fuqaroga o'sha yo'nalishi bo'yicha tushuncha berib boramiz, o'rgatamiz, g'oyalari, biznes rejalarini birga o'tirib, kerak bo'lsa birga tuzamiz. Ertaga kredit ajratilgandan keyin qaysi yo'nalishga, qaysi mahsulotga yo'natilsam, o'sha bo'yicha man samarasi o'laroq o'sha foydaga kirish bo'yicha tushuncha beramiz. Hozirgi kunda o'sha fuqarolar bilan yuzma-yuz birga bir o'tirib, har bitta g'oyasini eshitgan holda har bitta fuqaroga o'sha yo'nalishi bo'yicha yordam berib kelyapmiz. Hozirgi shu xotin-qizlarimiz, yoshlarimiz shu asosan tikuvchilik bilan shug'ullanish va oilaviy tadbirkor, o'sha pishiriq, tushiriq narsalarga mana shu menga shu subsidiya ajratib ber, shu imtiyozli kredit ber deb murojaat juda ko'p tushadi. Mahalla bankiri ularni orasiga tushib, uni salohiyatiga qarab, shu uni qo'lidan nima keladi, masalan, tikuvchilik kelsa tikuvchilik yoki pishiriq, mana bu shirinlik, boshqa narsani pishirish maqsadida olayotgan krediti mahalla bankiri o'shani o'rganib, biz birgalikda mahalla 7lik bilan birgalikda xonadonni o'rganib, o'shani salohiyatiga qarab hozir bizni subsidiyalar va imtiyozli kreditlar ajratib beramiz. Dildor opa, oldin ish boshlashdan avval qo'rquv bo'lganmi? Ish o'xshaydimi yoki kredit olib qo'yib uni to'la olmaymanmi degan qo'rquvlar ham bo'lganmi oldin? Qo'rquv bo'ladi hammada, menimcha bu tabiiy hol. Bo'lgan menda ham. Lekin men o'zi tavakkalchiman. Tavakkalni ham qilganman, lekin o'sha mahalla raisi, bank anaqa yordamchilari, hokim yordamchilari qo'rqmang, yaxshi bo'ladi hammasi, qiling, zo'r bo'ladi deb maslahat berib, shu bilan qo'llab-quvvatlashgan, qo'rqmasdan qilganman. Hozir yaxshi. Bahodir aka, har bir murojaat qilgan odam kredit olishga tavsiya qilasizmi? Yo'q, avvalambor har bir fuqaroni biz eshitamiz, avvalambor. Endi to'g'ri, hozirgi kunda kredit olishimiz juda ham tez va oson bo'lib qolgan. Bu fuqarolarni juda ham tez chalg'itadi. O'zini g'oyasi bo'lmagan odamga tavsiya qilmayman kredit olishni. Shunaqa fuqarolarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga biza tushunchalar berib, qanaqa tadbirkorlik qilsang, sen ertaga qiynalmaysan, o'zingni yo'lingni topib ketasan deb fuqarolarga tushuncha beramiz. Har bir fuqaroga, lekin har biriga kredit olishni maslahat bermaymiz, chunki o'zini g'oyasi bo'lmagan odam ertaga juda ham qoqilib qolishi mumkin. O'shaning uchun har bitta fuqaroni eshitamiz biz, ularni g'oyasi bilan ishlaymiz. Kerak bo'lsa biznes rejalar birga tuzishga harakat qilamiz fuqarolar bilan. Ana undan keyin fuqaroni o'zida bo'lgan tuyg'usi uje ko'payib, uje o'ziga ishonchi ortgan sari biz uje sekin biznes g'oyalarning orqasidan uje sekin
kredit ajratishni boshlaymiz. Demak, kredit olishdan avval reja qilish kerak. Mahalla Albatta. bankiri bilan Albatta. maslahatlashishni tavsiya qilasiz. Albatta. Tushunarli. Odamlar orasida kredit olsam, qarzga botib qolmaymanmi degan qo'rquv bo'ladi. Bunga nima deysiz? Albatta bu har bir fuqaroda bo'ladigan holat. Hozirgi kunda har bir fuqaro kredit olib, o'z yo'nalishi bo'yicha ishlab ko'rgan deb o'ylayman. Lekin uning orasida adashganlar ham ko'p. Kredit olib, chunki o'zini g'oyasi bo'lmaganligi sababli kredit olib o'zini biznesini yurg'izolman deganlar juda ham ko'p hozirgi kunda. Shuni hisobiga prezidentimizni tashabbuslari bilan har bitta mahallaga mahalla bankirlari qo'yilganligi bu juda ham fuqarolar uchun juda yengillik ham bo'ldi, ham qulaylik ham bo'ldi deb ayta chunki hozirgi kunda bemalol mahalla bankiri bilan yuzma-yuz muloqot olib borishligi mumkin. Fuqarolar o'zini qiziqtirgan, o'ziga qiziq bo'lgan savolni bemalol berib, o'zi uchun nima desa bo'ladi, savollariga bemalol javob ola oladi deb bemalol ayta olaman. Fuqarolarimizni to'g'ri endi hamma tadbirkor bo'laman deb o'ylamagan hozirgi kunda. Endi hozirgi kunda rivojlanayotgan narsa bu har bir mahallada tadbirkorlik deb o'ylayman. O'zini ishlab chiqarishi yoki oziq-ovqat do'kon ochishi yoki kiyim-kechak bilan savdo qilishi o'ylab ko'ryapti hozirgi kunda fuqarolarimiz. O'shanda bemalol qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsa, aynan bizlar bilan mahalla bankirlari bilan birgalikda ish olib borishyapti. Qayerdadir qiyinchiliklar tug'ilayotgan paytda mahalla bankirlari bemalol ayta olamiz, shu fuqarolar bilan yuzma-yuz ishlab, fuqarolarga maslahatlar berib, keyinchalik o'z ishlarini davom ettirishlari uchun yordam beramiz. Demak, kredit olgandan keyin fuqarolar bilan ish olib borasizlar. Albatta, hozirgi mana Dildor opam o'zimizni tadbirkor ayolimiz mahallada o'zlarini boshida to'g'ri odamda qo'rquv bo'ladi tadbirkorlik rivojlantirish uchun. Dildor opam ham misol uchun o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan do'konlari birinchi bo'lib o'z xonadonlarida ish faoliyatini boshlaganlar. Hozir zamon rivojlanyapti. Onlayn hozirgi marketlarimiz, onlayn bozorlarimiz juda ham rivojlanayotgan paytda bular hozir o'sha sistema bo'yicha ish olib borganlar onlayn sistemasida. Endi to'g'ri bularda ozgincha tushuncha bo'lmaganligini hisobiga ozgincha qiynalganlar. Keyin mahallamiz raisi Baxtiyor akaga uchrashganlar. Baxtiyor akam mahalla bankiri, hokim yordamchisiga yo'nalish berib, bizni mahalla bankiri, hokim yordamchisi bilan Dildor opam bilan birga ish olib borganmiz, ularni eshitganmiz. Nima yo'nalish bo'yicha siz tadbirkorlikni boshlamoqchisiz degan tushunchalarni inobatga olib, o'tirib biznes rejalar qilganmiz. Bular o'zlarining направлениялari bo'yicha, yo'nalishlari bo'yicha bizga tushunchalar berganlar. O'sha mahalladan do'kon ochib, o'sha ayollar kiyimini tashkil qilish bo'yicha maslahat olgani chiqqanlar. Mahallamizda qanaqa imtiyozli kredit bo'yicha yoki subsidiyami imtiyozlar bo'yicha surishtirib kelganlar. Biz bular bilan o'tirib har bitta yo'nalish bo'yicha subsidiyamiz har bitta kreditimizni, bularga imtiyozli kreditlarimizni tushuntirib berganmiz. Chunki prezidentimizni qarorlari bo'yicha imtiyozli kreditlarimiz bor. Prezident qarorlari bo'yicha 7-qarorlari va prezident qarorlari 312 prezident qarorlari bo'yicha imtiyozli kreditlar. Bularga tushuncha berganmiz tadbirkorimizga. Endi imtiyozli bo'lganlari uchun bularga ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Keyinchalik to'lov qobiliyatlilari bo'yicha har oylik to'lovlari ham unaqa katta miqdorda emas. Bular o'zlari to o'sha o'zlariga kelgan to'lov qobiliyatlarini bemalol to'la oladigan darajada bo'lganligi uchun, keyinchalik qiynalib qolmasligi uchun
o'sha imtiyozli kreditlar ajratganmiz. Hozir kreditni hisobiga o'zlarini o'sha do'konlarini ochdilar. Mana kiyim kechaklar olib kelib o'zlari mahallada o'zlarini savdolarini amalga oshiryaptilar deb o'ylayman. Baxtiyor aka, ilgari odamlar bankka qatnab yurardi. Hozir mahalla bankirining o'zi aholi oldiga kelayotgani odamlarga qanchalik qulaylik yaratyapti? Davlat idoralari xalqqa xizmat qilish kerak degan ezgu tamoyil bu yaqqol isbot hisoblanadi. Oldin haqiqatan ham aholi bankma-bank yurib, sarson bo'lib yurardi va uni ustiga oylab kutardi kredit olish uchun. Hozir esa mana mahallani o'ziga, mana boya aytganimdek, 80% o'sha hujjat rasmiylashtirish va boshqami shu mahalla bankiri va hokim yordamchisi bilan birgalikda bular hujjatlarni 80% ni mahallada hal qilishyapti. Faqatgina shu bitta narsa qolyapti, shu mana tadbirkorlarimiz o'zlari guvohi bo'lib turibdi. Mana yaqinda 10 millionlik kredit olgan bo'lsa, ko'pi bilan 3 kun ichida bularni o'sha hujjatlar rasmiylashtirib 3 kun ichida o'sha pulni olib bo'lib, o'zlariga shu tadbirkorliklariga keraklicha foydalanib, uni o'sha daromadni olib, bizneslarni kengaytirib yuribdi. Bu yaqqol misol bu. Hozirda shu uchun mahallaga aholini ishonchi ham juda ortib bormoqda. Chunki bizni mahalla bankirlari o'zlari xonadonma-xonadon yurib, shu o'rganib, shu imtiyozli kreditlar taklif qilishyapti. Flyerlar berishyapti. Tadbirkorlarni o'zlari ham mana shunaqa tadbirkorlar qilsa bo'ladi yoki taklif berib, o'zlari shu tadbirkorlikni taklif berib, imtiyozli kredit berib kelishadi. Dildor opa, bugun o'zingizni biznesingiz bor. Biznes boshlaganingizdan keyin hayotingiz qanchalik o'zgardi? Biznes boshlaganimdan keyin ayol kishini kamchiligi hech qachon tugamaydi va bir ro'zg'ori bor deyiladi. Kammi ko'pmi, baribir ro'zg'orga o'z hissamni qo'shdim, ozgina bo'lsa ham. Farzandlarimga, o'zimga kam ko'stlarimni qilaman. Daromadichi? O'zi qancha daromad topasiz? Tadbirkorlikni boshlaganimda boshlanishida 2-3 million edi daromadim oyiga. Hozir kunga kelib 6-7 million daromadga chiqqanmiz. Yanada undan ham ko'proq bo'lishga harakat qilamiz. Bundan tashqari mahalla fuqarolarini ham ish bilan ta'minlaganmisiz? Hozirda ikkita odamni ish bilan band qilganman. Kelajakda yana tadbirkorlikni kengaytirsam, yana ham ko'proq odamlarga yordam berish niyatim bor. Baxtiyor aka, mahallada yangi tadbirkorlar va yangi ish o'rinlarini ko'payishi boshqa aholiga qanchalik yordam beryapti? Bilasizmi, har bir yangi tadbirkor bu kamida 2-3 ta ish o'rini yaratadi. Masalan, bizda 400 dan oshiq tadbirkorlarimiz bo'lsa, bu 2-3 ta, masalan, har biri 2-3 ta agar ishga olsa, bu degani o'sha 1200 ta ishsiz aholini ish bilan ta'minlanadi. Bu asosan bizda mana shu ish o'rinlarini yaratish maqsad asosan shu ijtimoiy daftarda turadiganlar birinchi o'rinda biz ishga joylashtiramiz. Ishsiz xotin-qizlarni shu ish bilan joylashtirishga muvaffaqiyatga erishamiz. Bu yanada raqobat va mahsulotlar sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Bizga qanchalik agar tadbirkor ko'paysa, bu mahallamizni bu infratuzilmasiga ham foyda tegadi. Uni masalan daromadi, solig'i, boshqa narsasi shu asosan bizga shu mahallamiz rivojlanishiga, infratuzilmasiga va kambag'allikdan xoli hududga aylantirishga juda katta xizmat qiladi. Sizda mana shu oilaga ko'mak bergandan keyin ularning hayoti o'zgardi deb qaysi fuqaroyingizni ayta olasiz bizga misol qilib? Mana misol uchun mana yaqqol misoli, bu kishi ijtimoiy reyestrda turardilar. Oilada boquvchi o'zlari bo'lsalar, bitta qizlari bor. Mana hozir 5 million, 6 million daromadga ega bo'lganlar. Bu degani biz ijtimoiy reyestrdan o'zi chiqarish muvofiq bo'ldik. Chunki tadbirkorlik bilan shug'ullanyaptilar,
foyda ko'ryaptilar. Biz mana davlatimizni kambag'allikdan chiqarish, mana ishsizliklarni masalan band qilish, bu prezidentimizni bu xohishlari shu o'zi. Aholini daromadga ega qilish vazifamizni asosiy bir omillari shuda bizda. Bahodir aka, biznesni boshlayotgan fuqarolarimiz eng ko'p nimalarda xato qilishadi ko'pincha? Xato qiladigan joyi fuqarolarni o'zligini biznes rejasi yo'qligi birinchi. Endi ko'pchilik tushunmaydi, hozirgi kunda biznes rejani o'zligi tuzishadi, lekin oxiri nima bilan tugashini bilmaydi. O'shani hisobiga bizga murojaat qilishadi mahalla bankiriga. Qaysi joyda nima qilsam to'g'ri yo'nalish bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha ketsam ertaga qoqilmayman degan birinchi bo'lib o'ziga savol beradi. Bunda biza обязательно fuqaro bilan gaplashamiz, uni g'oyalarini eshitamiz, biznes rejalarini ko'ramiz. Biznes rejada qanaqadir kamchiliklari bo'lsa, biznes rejani to'ldirishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda fuqaro bilan biznes rejani qilib bo'lgandan keyin maslahat beramiz kredit olishi. Kredit olgandan keyin ertaga bo'ldi kredit oldi, bo'ldi bizdan chiqib ketdi degan tushuncha yo'q. Обязательно oxirgacha o'sha misol uchun boshlanishida o'zini o'zi band qilish bilan boshlagan bo'lsa, mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lgunicha oxirgacha birga ish olib boramiz. Manfaatimiz tegganidan juda ham xursand bo'lamiz. Uni orasida mahallada siz fuqarolarni ish bilan ta'minlaganimizdan ham misol uchun fuqarolarni o'zligi ham xursand, biznes qilayotgan odam ham o'sha o'zi begona odam emas, o'zini mahallasida fuqarolar bo'lgani bu tadbirkorga ham juda qulaylik yaratadi deb o'ylayman. Keyinchalik baribir ham o'sha fuqaro, o'sha biznes qilayotgan odam bilan oxirigacha boramiz. To'xtab qolish yo'q. Misol uchun nechta ishchi o'rin bo'lsa, hammasini iloji boricha o'sha mahallani o'zidan ishchilarni qabul qilib, o'sha mahallani ishsiz hududga aylantirishga harakat qilamiz. Dildora opa, agar o'sha paytda mahalla raisi va mahalla bankiri sizga ko'mak bermaganida, bugun shu biznesni boshlagan bo'larmidingiz? Yo'q, albatta. Chunki biron bir biznes qilishdan oldin, tadbirkorlik boshlashdan oldin baribir yordam kerak bo'ladi. Moliyaviy tomondan ham katta yordamligi tegan menga. Hozir bizdan ko'rib turgan odamlar biznesni boshlamoqchiman, lekin pulim yo'q, qo'limdan kelmaydi deb ikkilanib turgan odamlar bo'lsa, nima degan bo'lardinglar? Men shu aholiga shuni maslahat bergan bo'lardim. Hozirgi sharoitda mana prezidentimizning tashabbuslari bilan hozirgi mana shuncha tadbirkorlarga sharoit qilib berilgan. Hozirgi kunda men o'ylayman, pulim yo'q deb turgandan ko'ra mana murojaatim mahallaga kelib murojaat qilishlarini. Shuning uchun murojaatim pul yo'q deb o'tirish kerak emas. Mana kelinglar bizga mahallaga, mahalla bankirlari bor, hokim yordamchilari bor. Hammamiz yordam berishga tayyormiz. Dildora opa, marhamat. Biznes boshlamoqchi bo'lib qo'rqayotgan insonlarga shuki maslahatim, qo'rqmasliklarini aytaman. Tavakkal qilish kerak. Mahalla raislari bor, hokim yordamchilari bor. Ulardan maslahat so'rab, o'zlarini tadbirkorliklarini rivojlantirib, boshlashlarini maslahat bergan bo'lardim. Men ham qo'rqdim boshida, lekin boshladim. Hozir kam bo'layotganim yo'q. Yana ham tadbirkorlikni rivojlantirib, yana boshqa tadbirkorliklarni ochishni ham bor. Ularga ham shu taklifni bergan bo'lardim. Fuqarolarda tug'ilayotgan hamma savollariga javob bor deb o'ylayman. Misol uchun qanaqa savol qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol mahallaga chiqib, mahalla bankiriga murojaat qilishsa, bekamni ko'z loyihasi bo'ladimi, g'oyasi bo'ladimi, qanaqadir tushunmayotgan yo'nalishlari bo'ladimi, bemalol qo'rqmasdan murojaat qilib yo'nalish beramiz. Bemalol
o'z ishligini topib ketishgunligiga qadar harakat qilamiz yordam berishlikka. Bugungi suhbatimizdan ko'rinib turibdiki, yaxshi g'oya va harakat bo'lsa, uni amalga oshirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Eng muhimi maslahat olish va birinchi qadamni tashlash. Mehmonlarimizga samimiy suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.